O'zimni yomon his qilyapman. Miya, ko'ngil aynishi nima deb ataladi? Ko'ngil aynishi. Ha, men shunaqa degandim. U shunaqa deb ham nomlanadi. Voy. Sizningcha hozir gaplashib olish uchun yaxshi vaqtmi? Sizlar tez orada o'lasizlar. Nima? Miya bizga gapirdimi o'ylayapti o'zi? Sen boshliq emassan, lekin mayli. Ammo tuyg'ular va ko'zlarni ishga tushiraman va biz tez orada olamiz. Menimcha bizni odam samolyotdan parashyut bilan sakrashni o'rniga ryuzaga bilan sakrab olgan. Samolyotdan sakrab oldi. Gapiryapsanmi? Biz odam kerak. Emas. Doktor, biz nima qilaylik? Tirik qolinglar. Omad. Endi buni sosib tushdi. Biz nimadir qilishimiz kerak. Biz tirik qolishimiz mumkin agar hammasiga aqlli usul bilan yondoshadigan bo'lsak. Yondashish, biz tez orada chalpakka aylanamiz iflos. Balki qanaqadir suv yoki ko'lmakka tushishga to'g'ri kelardir. Bunaqa balandlikdan so'zni jishligi g'ishli devorni jishligi bilan teng bo'ladi. Va hattoki tirik qolgan taqdirimizda ham biz shunchaki cho'kib ketamiz va o'lamiz. Xuddi shunday yerga qulaganimiz ma'qul. Mukammal darajadagi yumshoq narsa yoki biron tezligini sekinlashtiradigan narsaga qulashimiz kerak. Masalan, ko'p barglar yoki daraxtlar. Yoki qor. Ha, hamma variantlari ajoyib. Xo'sh, ko'zlar sanarroqdagi daraxtlarni ko'rsatyapti va men ularni mo'ljalga olaman. Va yana men qulash tezligini sekinlashtiruvchi uchun qo'l va oyoqlarni yoyib olaman. Voy, endi rostdan ham sal yaxshi bo'ldi. Og'riydi, to'g'rimi? Ha, bo'lmasamcha. Menga qara, yerga tushayotganimizdamdek oyoqlarimizni yuka olishimiz kerak emasmi? Yo'q. Biz shunchaki qo'llarimizni boshimizga tutib, oyoqlarimizni yerga qilib, zarbani olishga tayyorlanishimiz kerak. Nima bo'lgan taqdirda ham biz kalla va organlarni saqlab qolishimiz kerak. Albatta tirik qolish uchun. Xuddi mushukchaga o'xshabmi? Yo'q, xuddi katta beo'xshov tovuqdek. Xo'p, tayyor bo'linglar. Mahkamroq ushlanglar. Nimadan? Biz tirikmizmi? Zo'rg'a. Lekin bu juda ham og'riqli va biz oyoqlarimiz xuddi lapshaga o'xshaydi. Biz bir necha yil shifoxonada yotishimizga to'g'ri keladi va shunda ham biz umuman yura olmasligimiz. Voila, xuddi yangidek. Barakalla, buni ajoyib uddaladingiz. Qandaydir qilib. Haqiqiy meditsina ham xuddi shunaqa bo'lganda ajoyib bo'lardi. Amin.